Birgalikda tayyorlaymiz. Mazasi og'zingizda qoladi. Birinchi ichiga nachinka tayyorlab olamiz. Piyozni yoqqa qovurib, ustiga tovuq go'shtini kubik shaklda to'g'rab solamiz. Yaxshilab qovurib, ustiga ziravorlar, pomidor, bolgarskiy, ozgina tomat solib, ozgina suvi kamayguncha qovuramiz va sovutishga olib qo'yamiz. Xamir tayyorlash uchun tuz, shakar, iliqqina suvni solib, ustiga dro'jja solamiz hamda oppoqqina unni iliqdan o'tkazib olishimiz kerak. Xamirimiz yumshoqqina bo'lishi shart. Yumshoq xamir qilib, yaxshilab ishlov beramiz va ustini yopib 15 minut tindirishga qo'yib qo'yamiz. 15 minutdan keyin olib 5 ta teng zuvalaga bo'lib olishimiz kerak. Zuvalalarni yog'lab, strechlab qo'yamiz. Bu orada saryog'imizni eritamiz. Sifatli saryog'ni olib, bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak. Bo'laklarga bo'lib, saryog'imizni eritishga jo'natamiz va erigan saryog'ni yaxshilab sovutamiz. Xamirni qo'limizda yog'lab, to'rtburchak shaklda yoyib olib, ichiga sovigan saryog'ni surib chiqamiz. Ko'rsatilgandek qilib taxlab olamiz va oralariga ham yaxshilab saryog' surishimiz shart. Xamirimizni to'rtburchak shaklda hammasini xuddi shunaqa qilib yog'lab 10 minut tindiramiz. 10 minutdan keyin olib, qo'limiz bilan yaxshilab yoyib olamiz. Orasiga ham saryog' sursanglar bo'ladi bemalol, undan ham ko'mir chiqadi. Men saryog' surishni birinchisida unutibman. Qolgan xamirlarimizni hammasiga o'rayotganda ham